Ba'zi manzillar bo'ladi. Kayfiyat, huzur va unutilmas dam izlab borasiz. Biz ham bu safar Asaka Shahrixon yo'lida joylashgan, ko'pchilik maqtayotgan oq tunli baliq sari yo'l oldik va ishoning, bu safarimiz bunga arzir ekan. Manzilga yetib kelishingiz bilanoq oddiy joy emasligini darrov his qilasiz. Tabiatga yaqin, fayzli muhit, sokinlik va ishtahani ochuvchi hid. Bu yerga kirishingiz bilan kayfiyatingiz ko'tariladi. Bu yerning eng katta siri 14 soat davomida dimlab pishirilgan baliq. Natija esa og'izda eriydigan darajadagi ta'm. Bundan tashqari, sousga dimlangan baliq, soussiz tabiiy ta'm, baliq kabob, hattoki baliqdan KFC usulida ham tayyorlashar ekan. Bu safar men bu maskanga ustozim Madina Bonuzulunova, andijonlik kitobxon Madina va Ozoda bilan birga tushlik uchun bordik. Va rostini aytsam, bu joy biz kutgandan ham ortiq taassurot qoldirdi. Alohida xonalar, so'rilar, stulli qulay joylar. Xoh oilangiz bilan, do'stlar yoki yaqinlaringiz bilan keling. Bu yerda maza qilib ovqatlanib bemalol dam olib ketishingiz mumkin. Aytgancha, ustozimning o'g'liga bu yerdagi quyonlar juda yoqib qoldi. Demak, bu maskan nafaqat kattalar, balki bolajonlar uchun ham maroqli. Yana bir qulaylik, bu yerda dastavka xizmati ham mavjud, ya'ni albatta manzilga borishingiz shart emas. Oq tonli baliq bu ta'm, sifat, huzur va oila davrasi uchun topilgan zo'r maskan. Asaka Shahrixon yo'lida bo'lsangiz, albatta kirib o'ting. Mazali baliq, ajoyib muhit va unutilmas taassurot tavsiya qilaman. Manzilni hozirdanoq saqlab oling. A'lo darajadagi degustatsiyadan so'ng yoqimli taassurotlar, mazali xotiralar va ko'tarinki kayfiyatlar bilan yana Andijon sari syomka va ijodiy uchrashuvlarimiz tomon yo'l oldik. Manzilni eslab qolgan bo'lsangiz, albatta kirib o'ting.